o'zi hamisha mana shu kun 1-may kuni men alohida nishonlaydigan kun. Birinchi o'qituvchim, otamdek aziz inson olamdan o'tganlar va bugun tug'ilgan kunlari har doim 1-may kuni o'zim radiodagilarga sim qo'yamanda bugun mendan ustozim haqida so'ranglar deyman. Biz oilada 12 ta farzand bo'lganmiz. 8 ta akam bor. Ulardan keyin tug'ilgan erkak qiz 5 yoshimda maktabga boraman deb yig'lagan bo'lsam kerak, akamni etagiga osilib. Muhammad Qodir akam maktabga borganlarida keyin meni ham olib bordi. Keyin ustozimiz Fazirali dadajonov domlamiz rahmatli meni qabul qildi-yu, meni alohida 12 varoli daftarchaga yozardi-da ism familiyamni. Keyin bir kun komissiya keldi. Hammani ism familiyasini o'qiganda bitta meni ism familiyam chiqmadi. Keyin men qo'limni ko'tardimda, "Tog'a, endi komissiyani bilmaymiz u yoshimiz. Tog'a, nimaga meni familiyam chiqmadi?" deb yig'ladim. Keyin nega buni familiyasi chiqmadi? Keyin o'qituvchimizga aytdi. Siz dedi, bu yosh, shuning uchun boshqa daftarga yoziladi. Vaqtincha bu kelasi yil yana o'qiydi. Yig'laverganidan o'tiribdi-da akasi bilan bitta sinfda dedilar. Keyin u inson jazolanasiz. Beshikdagi bolani olib kelib bersa ham o'qitasizmi? Olib qo'ygansizlar-da, yeb qo'ygansizlar. Keyin ustozimiz qo'llari qaltirab ketdi. Aniq eslayman, ko'ylaklarini yoqalarini surtilib ketgan edi. Yo'q, unaqa demang boshliq. 12 ta farzand bilan oshirib shofyor, bitta haydovchi otalari men bilan direktorga nima oshirib beralardi? Va oshirib berganda ham hech narsa olmagan bo'lardik. Faqat yig'laganiga, ko'p yig'lab, o'zini urib, tuproqlarni, sochlarini yulganiga endi olib kelib qo'ydi, bo'pti, qaytib ketadi. Bola bechora hammadan yaxshi o'qiydi, sumkasida bitta ham kitob yo'q dedi. Sumkam doim bekitilgan, oyog'im tagida turardi, chunki onam matodan tikib bergandi. Charm sumkam yo'q edi. O'sha mato sumkani ichida akalarim kitoblarni savolardim bo'sh qolganiga. Keyin kelib, "Seni qaysi kitoblaring bor?" "Meni kitoblarim yo'q." "Sen o'qishni bilasanmi?" "Bilaman." "She'rni bilasanmi?" "Bilaman." Hammadan yaxshi she'r aytdim, hammadan yaxshi o'qib berdim. Keyin o'sha odam meni kutubxonaga olib borib, kitoblarni soberdi sumkamga va katta jurnalga yozilishni boshladim o'sha kunlardan boshlab. Keyin ustozimiz har bahor bo'lganda, har bahorda 36 ta bolaga moychechaklar terib kelib, "Bolalarim, omonlik, omonlik, sira ko'rmaylik yomonlik deb ko'zimizga surtamiz" derdilar. Bir kuni bir kusok, bir buxanka, bir tishlan buxankaga surka berilgan sarg'imoyda o'qituvchimiz kasal bo'lib qolgani uchun hammamiz borib, "Ustoz, meni nonimdan bir tishlang, ustoz, meni nonimdan bir tishlang" deb yalindik. Meni nonimdan tishlaganda ustoz ko'zini yoshlariga qo'shib chaynadi. Bola edim. Ustozning yoniga borib, "Nonimdan bir tishlang" deya ilindim. "Yo'q" dedi, qoshida turdim yolvorib. Ustozim jilmaydi. Keyin sevindim. Nihoyat nonimdan tishladi titrab. Ko'zini yoshiga qo'shib chaynadi. Bolaman tushunmay o'tirdim qarab. Ustozim titranib uzoq yig'ladi. Mehringdan suyundim, o'kinmasin deb. Xato bo'ldi noning qo'lga olganim. Sening nasibangga sherik bo'lguncha bolam yaxshi edi o'lib qolganim. Har so'zi qalbimda yoritar chiroq. Bir zum xotiramdan nari ketmaydi. Talaba shogirdim gul tutsa biroq, ustozimdek meni titroq tutmadi. Afsus, ming afsus. Oxiratlari obod bo'lsa hammamiz ustozimiz. Salom.